Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, azizlar, Facebookdoshlar, Facebookda bizni kuzatib turgan, meni kuzatib turgan aziz do'stlar. O'zimni yana bir bor tanishtirsam, mana ismim Zohidjon Zokirov, Namangandanman, inson huquqlari himoyachisi. Hozir men ushbu video chiqishimga asosiy sababi hozirgi kunda dadam o'sha ilgari o'sha Ozodlik radioda ishlagan, keyin o'sha ham huquq himoyachisi, ham jurnalist Nosir Zokirni profilidan foydalanib, o'shalarni fake profil yasab, o'sha orqali bizlarga har xil trollar hali qilyapti, hujum qilyapti. Xullas, o'sha bo'yicha men hozir chiqish qilmoqchi edim. Ozgina qisqacha qilib, mana hozir Facebook orqali o'sha trollar keyingi payt ko'payib ketdi. Mana masalan O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan o'sha huquq himoyachilarga nisbatan bosimni yangicha usulida hisoblayman buni. Ya'ni ba'zi huquq himoyachilarni o'sha aylama yo'llar bilan bosim o'tkazish, ya'ni oila a'zolaridan biriga turli fitnalar qo'zg'ab, provokatsiyalar uyushtirib qamashyapti. Ba'zilarida o'sha Facebook akkauntlaridagi o'sha rasmlarni qo'yib, fake akkaunt ochib, huquq himoyachilari o'rtasida hali gijlashtirib, urushtirib qo'yapti. Bunga mana hozir oddiy o'sha dadamga o'sha misol tariqasida dadamni profilidan foydalanib, o'zicha haligi fake profil yasab olib, o'sha yurtimizdan o'sha chet elda o'sha yurgan o'sha huquq himoyachilari bor, masalan, boshqalari bor, masalan, ichkarida yurgan huquq himoyachilar bor, kerak bo'lsa o'sha oppozitsion muxolifatchilar bormi, boshqasi bormi, o'shalar bilan urushtirib qo'yib gijlashtiryapti. O'zlaricha har xil nimalarni yozib, boshqalar qilib, nima qilib, xuddi mana dadam o'sha eski tuzumda nima qiladigan odamdek. Hozirgi kunda men dadamni himoya qilib, huquq himoyachi sifatida, inson huquqlari faoli sifatida Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasini kiber xavfsizlik bo'limiga ariza bilan murojaat qildim. Kerak bo'lsa buni portalga ham yozib yubordim. Bu bo'yicha Xudo xolasa prezident portaliga ham yubordim. Bu masala bo'yicha albatta bir ijobiy bir siljish bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va bu masala bo'yicha men nafaqat ichki ishlar boshqarmasiga va o'sha xalqaro tashkilotlarga, elchixonalarga bu bo'yicha men hozir nima yubordim? Nima deydi? Xabar tariqasida yubordim. O'zimizni tashkilotimizni nimasiga ham xabar sifatida tashlab qo'ydim. O'shaning uchun mana bu agar iloji bo'lsa buni nimasini ijobiy hal qilishadi degan umiddaman. Keyin hurmatli do'stlar, azizlar, o'zi O'zbekistondan tashqarida yurgan o'sha huquq himoyachilari, muxolifatchilarga shu nimamda sizlarga bir fikr ko'p haligi nima deydi, dadamni profilidan foydalanib bir-birlarimizni o'sha gijlayapti hozir biz ko'pchiligi. Shunday haligiga berilib ketib qolmaylar, urushib ketib qolmaylar. Men sizlarga o'sha profil egasini silkasini ko'rsataman. Rasmini ham qo'yib beraman. Asli bu odam dadam emas. Dadamni nimasidan foydalanib, fake nimasidan foydalanib, rasmini qo'yib olib, hozir chiqib nima qilyapti. Aslini olganda bu odam o'sha fake bo'lib chiqadi. O'sha fake bo'lganligi uchun sizlardan iltimos, ko'p ham urushib ketavermanglar. Shuning uchun sizlardan iltimos, Nosir aka, haqiqatda bu odam Nosir aka deb o'ylamanglar. Bu dadamni fake nima deydi, profildan foydalanib, profil yasab olib, urushtirib qo'yayotgan odamlar, fitna qo'zg'ayotgan trollar bo'ladi bu. O'shaning uchun men hozir bu bo'yicha o'zim shaxsan shug'ullanyapman. O'sha fake trollarga, o'sha dadamni nimasidan fake profil yasab olib,
yurtimizdan tashqarida yurgan huquq himoyachilari, qolaversa O'zbekistonda ichkari yurgan huquq himoyachilariga nisbatan hali urushtirib gijinglab qo'yayotganligi uchun hozir man bu bo'yicha shug'ullanyapman. Xullas bizni kuzatib boring va yangiliklar, o'zgarishlar bo'lsa batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Salomat bo'linglar.